Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, xayrli kech barchaga. Bugun 15-dekabr, xudo xolasa, 4-do'konimizni chiqaryapmiz. 5-si ham chiqadi, xudo xolasa. Kechani kecha, kunduzni kunduz demak ishlaydigan ustalarni bitta duo qilib qo'ysanglar, xudo xolasa, o'z vaqtida sifatli qilib yetkazib beramiz, xudo xolasa. Shu o'z vaqtida yetkazib beraylik deb, uspit qilaylik deb, mana kechani kecha, kunduzni kunduz demak, xudo xolasa, klientlar uchun ishlayapmiz, xudo xolasa. Bu navbatdagi do'konimiz bugungi kun hisobidan 4-do'kon. Samarqand viloyat Payariq tumani Chelak shahriga ortyapmiz. Bu do'konimiz 4x3 razmerda 20-25 million so'm sotildi. Xudo xolasa, bu aksiyaga chiqqan do'kon edi. O'tgan safar ham srochniy sotiladi video qildim. Xudo xolasa, bugunga baraka qildik.